Bugün bizda Yevropa Gazda Tracker avtomobiliga 3 ta 30 litrlik metan gaz balonni o'rnatib beryapmiz. Bagaj qismiga chiroyli qilib, mustahkam qilib, original krani bilan o'rnatilyapti. Tracker avtomobilimiz ma'lumot o'rnini aytib o'tib ketaman. 100 ming so'mga zapravka bo'ladi va bu zapravka bilan 250 trassada 300 km masofani bosib o'tadi. Oldiga qo'yiladigan jihozlar bilan sizlarni qisqacha tanishtirib o'tadigan bo'lsak, reduktori original X reduktori 1 yil kafolat beriladi, original zapravishchisi va Italiyada italyanskiy farsunkasi bilan 2 o'rnlik tezkor bo'lgan farsunka bilan o'rnatib berilyapti. Blok boshqaruvi, ya'ni miyasi Obudu funksiyali Yevropa Gaz brendidan Avansi 32/4 modeli eng yaxshi original jihozlar bilan o'rnatib beryapmiz. Yevropa Gazda bo'lgan yana bir Tracker avtomobilimizga propan gaz bilan o'rnatib beryapmiz. Bu Tracker avtomobilimizga 47 litrlik Belarusda ishlab chiqarilgan propan gaz balon bilan o'rnatib berilyapti. Agar 47 taligi Xitoydagi yoki Turkiyaniki bo'lsa 400 ming, 500 ming farq bo'ladi. Razisi arzon bo'ladi. Belarusyaniki nima uchun? Metali qalin bo'ladi, materiali metali qattiq bo'ladi. Shu jihatdan imkon qadar sizlarga maslahat beraman. Belarusyani balonini o'rnatganlaring ma'qul. Bu balonlarni tavsiya qilinadi, o'zi zavodda ham ko'rsatib qo'yilgan bo'ladi. 80-85% gacha to'liq zapravka qilinmaslik kerak. 85-80% gacha zapravka qilinishi kerak. Miqdorini to'ldirib zapravka qilish tavsiya etilmaydi. O'sha zapravka joylariga termotrubkasi bilan o'rnatib berganmiz. Eng sifatli, yaxshi bo'lgan kran bilan o'rnatib berildi bu Trackerimizga. Tagiga shumka qilinmadi. Sababi shumka balon terilagan holatda suv oqadi. Shu balon bilan shumkaning orasiga tushganda mana bu metalini zanglatib, chiritib yuboryapti. Shu joylariga e'tiborli bo'lishlaringni so'rab qolamiz. Bu Tracker avtomobilimiz 47 litrlikda polniy zapravkasida 350-400-430 shahar ichida masofani bosib o'tadi. 340 mingga polniy zapravka to'ladi. Shu zapravka bilan 350-400-430 km masofani bosib o'tadi. Bu Tracker avtomobilimizga eng original jihozlar bilan o'rnatib berdik. O'sha Tomasetti Aceli reduktori Italiyada ishlab chiqarilgan AT09 modelli ana modeli. Kimga kerak bo'lsa mana shu jihozlar bilan farsunkasi italyanskiy bo'ladi. Xohlasanglar mana bu Alex brendi Polshada ishlab chiqarilgan eng original jihozlar bilan o'rnatib beramiz. Buni summasini 4 million 300 ming so'mga o'rnatib berdik. Hamma jihozlarni original qilgan holatda. Bu jihozlarda birga bir poddelka Xitoy variantlari ham bor. Mana reduktori italyanskiy bo'ladi, originali. Sagmit shlanglar, bir metallik filtri va italyanskiy farsunkasi bilan o'rnatib berildi. Buni ham birga bir poddelka variantlari bor. Mana bu reduktorga keladigan bo'lsak, mana bu yerda 3 ta bolt orasida filtri bo'ladi. Doim shuni almashtirib turish kerak bo'ladi. Buni Xitoyda qanday farqlaymiz desalaring, buni prokladkasi rangida farqi bo'ladi va mana bu boltlarda farqi bo'ladi rangida. Xitoyda nikel bo'ladi, yaltiroq bo'ladi. O'sha jihatlarga ahamiyat berib qo'yasizlar. Bu trassada bu kristali bilan 500 km bosib yuradi. Trassada shahar ichida endi 400-450 gacha masofani bosib o'tadi. Buni narxini kimga qiziq bo'lsa, o'sha ikkita bazasi bilan 4 million 300 mingga o'rnatib berdik. Agar sizga ham shunday sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa yoki o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yevropa Gaz doim sizlarga sifatni tavsiya qiladi. Agar arzonchi jihozlar bilan o'rnatib beradigan bo'lsak, 3 million 400, 3 million 300 ga o'rnatib beramiz. Nimaga sizlarda narxlaring qimmat desalaring, bizda balonda farqi bor, 400 ming, 500 ming. Original jihozlar bilan o'rnatib beramiz. Eng yaxshi sifatga ega bo'lgan jihozlar. Manzilimizni qisqacha tushuntirib o'tadigan bo'lsak, Sirdaryo viloyati Guliston shahrida joylashganmiz. Biz mana bu
ishxonamiz, brendimiz Yevropa Gaz Metan Propan Gaz servisida avtomobillaringga eng original jihozlar bilan metan propan gazlarini o'rnatib ketishlaring mumkin. Demak, manzilimizni tushuntirishga qaytadigan bo'lsak, bu yog'i Jizzaxdan kelishda Sardobadan o'tganda Gulistonni yo'li bor, o'ng tomonga katta trassa mana shu. O'ng tomonga to'g'ri kirib kelib 18 kilometr masofani bosib o'tib, o'ng tomonga burilib, mana shu ko'prikchadan Anhor bo'yida joylashamiz. Ana shu ko'prikchadan kelib bizda avtomobillaringga gaz o'rnatib ketishlaring mumkin. Bu yog'i Toshkentdan kelishda Jizzaxga qarab most oldidan o'ngga qarab burilib ketishda, o'sha most oldidan to'g'ri Guliston ichiga 11-12 kilometrda bitta svetofor bor. O'ngga qayrilib 2 kilometrda bitta qayrilish bor. Qayrilib olib, mana shu o'ng tomonga burilib kesalaring bo'ladi. Azizlar, biz borini borda, yo'g'ini yo'q deb aytamiz. Xitoyni Xitoy qo'yib beramiz, originalni original qo'yib beramiz. Faqat ro'y rost hamma jihozlarni aytilgandek qilib o'rnatib beramiz. Sifatni birinchi o'ringa qo'yamiz. Kim qo'ng'iroq qilsa, birinchi sifatini aytamiz, keyin arzonini aytamiz. Agar pulim kamroq deydigan bo'lsa, tanlovdan adashmanglar. Yevropa Gaz doim sizlarga sifatni tavsiya qiladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, zero bosilgan like'larni YouTube ko'proq insonlarga tavsiya qiladi, insonlarga manfaati tegishini xohlayman. Bizda hozir Damas avtomobili keldi. 65 litrlik metan gaz ballon o'rnatib beramiz bunga. Bu metanda keldi. Bu uzun propanda keldi. Buni hozir biz metanga almashtirib beramiz. Mana o'zini jihozlari. Hozir hammasini yechib, metan gaz ballon o'rnatib beramiz. 65 litrlik yangi qopdan ochib o'rnatib beramiz. Kimga kerak bo'lsa, shunaqa xizmatlarimiz bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Hozir propan yechish jarayoni boshlandi mana. 65 litrlik bilan Damas qancha masofani bosib o'tadi deydiganlarga 265 kilometrda masofani bosib o'tadi trassada. 220-230 shahar ichida 200 kilometr masofani bosib o'tadi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketaman. Hozirda propanning narxi ozgina ko'tarilgani hisobiga odamlarda metanga ehtiyoj paydo bo'lyapti. Shu metanda reduktorlarini ko'rsatadigan bo'lsak, mana bu reduktorlar bilan o'rnatib beriladi. Laydo Xitoyda ishlab chiqarilgan 1 yil kafolat beriladi bunga. Mana reduktori eng originali o'rnatib beriladi. Salonda ko'rsatib turuvchi datchigi bilan. Salonda ko'rsatib turuvchi mana bu 301 markali datchigi bilan o'rtada benzinni neytralga qiladigan pozitsiyasi ham bor mana. Kimga qiziq bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Tanlovdan adashmanglar. Yevropa Gaz doim sizlarga sifatni tavsiya qiladi. Azizlar, sizga ham shunday sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa yoki o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.